Hürmetli vatandaşım, keçirenli yağmur tüfeği silahını avar kıldım. Desepkilik siyaden bir bet kalıp kaldı beni keçirenli. Endelikti işkencelik siyah. Amerika Devlet Meclisi azası Cungo Amerika'nın aklı mülük hukuku çekilişimiz siz gülemde boldu dep. Mavzu koyulgan haber 8. ayının 31. günü Amerika Avaz'dan Xitay Tili programı ilan kılın. Washington haber mındak başlandı. Washington. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisiga Florida shtatından saylangan Cumhuriyetçiler Partisining a'zosi Tallahassiz Amerikaning aqliy mulk huquqini Jungoning o'g'irlaganligi masalasi to'g'risida Davlat Majlisida guvohlik berish yig'ini o'tkazdi. Amerikaning bir bilim xazinasi tadqiqotchi bo'lib turgan mutaxassis guvohlik berish yig'inida bunday ko'rsatdi. Jungo kelgusida yana texmi ko'p savdo ishlariga aloqador josuslik faoliyatlari bilan shug'ullanishi mumkin. Cumhuriyetçilerden Devlet Meclisi'nin a'zosi Matt Gaetz, Florida shtatida 2. saylam rayonining vakili bo'lib, Devlet Meclisiga a'zo bo'lib saylangan Neldon tashkillagan yovuzlik bilan bulangchilik qilish. Jungo Amerika shirkatchilarining ijodiyatlarini qandoq o'g'irladi? Mavzuluk Devlet Meclisi'de açılgan guvalık beriş yığınıda guvalık beriş yığınıga bu yığınıga Gaetz riyasetçilik kıldı. O mundaq dedi. Jungo Amerika'nın aqli mulk hukukunu etraflık, sistemlik bütün sep boyunca o'g'irladi. Dikkat vatandaşlar. Jungo Amerika'nın aqli mulk hukukunu etraflık, sistemlik bütün sep boyunca o'g'irladi. Amerika'nın iqtisadi ve devlet bexatarligiga intayin egir tahdid paydo qildi. O yana mundaq ko'rsat. Amerika'nın ijodiyat ve ixtirolarını qadamni moslashtirib o'g'irlash jihatda an'ana jihati bizga tunishliq bo'lgan alayda savdo josuslik harakatlaridan olqib xarakterining egirligi mislsiz ko'rilmagan darajaga yetdi. Hazır Amerika bilan Jungo o'rtasidagi aqliy huquq, aqliy mulk huquqi to'g'risida talashishning meg'izliq tabiri ekanji vatandoshim. U yana mundaq ko'rsatdi. Jungo hukumati o'zining harbiy ishlar va internet iqtidori orqali Amerikaning xususiy shirkatlaridan savdo maxfiyatligini o'g'irladi. Jungoning davlat egiligidagi shirkatlariga foyda ko'rsatdi. Jungo shirkatlari Amerika shirkatlariga mablag' solish orqali Jungoning taraqqiyotiga kerak bo'lgan texnikani shirkatlarni sotib olish usuli. Mesela Amerika şirketlerini setib olish usuli bo'yicha qo'lga tushdi. Bo'libmi ba'zi yoshurun harbiy ishlarda qimmati bor Amerikaning texnikasini shunday o'g'irladi. Bundan boshqa Jungo Amerikada tarbiya ko'rgan davlat mudofaa, aviatsiya qatorliq sohalarda ishlayotgan olim mutaxassislarni o'ziga xizmat qilishga jalb qildi. Amerika konservativlar bilim xazinasidan Jungo iqtisodini 20 yil tadqiq qilgan Derek Sezres bundoq dedi. Jungoning boshqalardan texnika o'g'irlishi iqtisodiy kashfiyot yaratolmaydigan bir iqtisod gavdasi ekanligini, balki buning negizlik manbai kompartiyaning hukmronligi ekanligini tushuntirib berdi. Diqqat etinglar. Derek nima deydi? Jungoning boshqalardan texnika o'g'irlishi ijodiy kashfiyot yaratolmaydigan bir iqtisod gavdasi ekanligini, balki buning negizlik manbai kompartiyaning hukmronligi ekanligini tushuntirib berdi. Sabablar kompartiyaning hukmronligi. U mundaq dedi. Jungo raqobatlashishni yaxshi ko'rmaydi. Siyosatda raqobatlashishni yaxshi ko'rmaydi. İqtisodda raqobatlashishni yaxshi ko'rmaydi. Ular yani Jungo raqobatlashadigan ijtimoiy tashkilotlarning o'ttiriga chiqishini yaxshi ko'rmaydi. Monopoliya qilishni yaxshi ko'radigan, raqobatlashishni yaxshi ko'rmaydigan bir vaqtda bir davlatda seningda ijodiylikning bo'lishi mumkinmi? Diqqat etinglar. Ko'rdingizmi? Monopol qilishni yaxshi ko'radigan, raqobatlashishni yaxshi ko'rmaydigan bir vaqtda bir davlatda seningda
ijod iliqdan bo'lishi mumkinmi? Derik bundaq ko'rsatdi. Garchi shundaq bo'lsa-mu, Jungo yanada texnika jihatda dunyodagi boshqa davlatlarni qo'g'lab eshib ketishni orzu qiladi. U mundaq ko'rsatdi. Undaqda nima qilish kerak? Texnika o'tinib berishga majburlash. Masalan, Amerika shirkatlarni va texnika o'g'irlash orqali o'zining vujudidagi ijodiy kamchilikni to'liqlashga majbur bo'ladi. Derik bundaq hisobda Jungoning qarzi eg'ir. Navbatda Jungoning qarzi eg'ir. Jamiyat yashinishga yuzlangan. Jungoning aqliy mulk huquqini o'g'irlashi kelgusida balki texmi eg'ir bo'ladi. Qarziga bo'g'ilib qolgan jamiyatda yashinishga yuzlanganda iqtisodning taraqqiy qilishi qiyinga to'xtaydi. Ular kashfiyotga to'liq ehtiyojli bo'ladi. Lekin men raqobat bo'lmagan jamiyatda kashfiyot bo'lmaydi dedim. Bir necha hafta burun Amerikaning savdo vakili Lighthizer 301-moddaning ro'yi bo'yicha Amerikaning Jungo savdosini tekshirganligini jakarladi. 8-oyning 14-kuni Prezident Trump Amerika savdo vakillariga huquq berdi. Jungoning Amerika qaratgan savdosini tekshirish uchun huquq berdi.